Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlarga Amerikan YouTube uchun yangi trend yo'nalish, ya'ni AI tozalash yo'nalishida xuddi shunday videolar tayyorlashni tekinga o'rgataman. Demak do'stlar, videoni oxirigacha tomosha qiling. Videoni yasash juda ham oson. Qani bo'lmasam, boshladik. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Birinchi o'rinda do'stlar, ChatGPT saytiga kiramiz yoki dasturiga kirib olamiz. Undan keyin mening Telegram kanalimga o'tamiz. Chunki do'stlar, Telegram kanalimda har bitta video chiqarganimdan keyin xuddi shunday tarzda post joylashtiraman va pastidan promptlar deb silka qoldiraman. Mana shu silkaga bosasizlar va promptni tekinga ko'chirib olasizlar. Hozir menda do'stlar mana prompt tayyor turibdi. Buni boshidan oxirigacha ko'chirib olaman va buni ChatGPT ga yuboraman. ChatGPT esa menga xuddi shunday tarzda 20 ta video uchun g'oya topib beradi. Men esa do'stlar bularni shunday ko'chirib olaman va translate ga kirib, ya'ni tarjimonga kirib, bularni tarjima qilib chiqaman. Chunki men bularni ichida mana shu 20 ta mavzudan atigi bitta mavzuni tanlab olishim kerak. Misol uchun mana bu yerdan har bittasini tarjimasini chiqardi va menga eng ko'p yoqqani masalan zanglagan temir qulf bo'ldi. Mana shuni shunchaki do'stlar men ko'chirib olaman va GPT ga men buni yuboraman. GPT esa menga xuddi shunday tarzda rasm uchun alohida prompt va video uchun alohida prompt yozib beradi. Mana ko'rib turganingizda. Endi esa biz do'stlar ushbu image promptni birinchi o'rinda ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana image promptni to'liq ko'chirib olyapman va do'stlar endi Grok saytiga o'tamiz. Mana Grok saytiga o'tganimizdan keyin chap tarafda mana bu bo'limga kiramiz va pastga do'stlar promptni joylashtiramiz. Mana bu joydan esa biz izobrajeniyani tanlab olamiz va 9 ga 16 formatni tanlab ushbu knopkaga bosamiz. Grok sayti do'stlar bizga juda tez fursatda turli xil variantlarda rasm tayyorlab beradi. Bulardan o'zimizga eng yoqqan bittasini tanlab olamiz. Masalan, menga mana shu rasm yoqdi. Buni ustiga bosaman va pastdan do'stlar mana bu knopkaga bosib, bu yerdan sazdat videoni belgilayman. Undan keyin esa bu yerdan 9 ga 16 formatda turish kerak bo'ladi va do'stlar men ChatGPT ga qaytib ushbu video promptni to'liq ko'chirib olaman hamda Grok saytiga mana shu joyga pastga qo'yib, ushbu knopkani bosaman va Grok menga bepul tarzda faqatgina 6 sekunddan iborat videoni tayyorlab beradi. Va mana do'stlar, uje videomiz tayyor bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Faqat bitta minus tomoni do'stlar, Grok bizga bepul bo'lgani uchun 6 sekundlik video qilib beradi. Agarda biz 10 sekundlik video xohlasak, u uchun Grokka to'lov qilishimiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam do'stlar, boshqa saytlar orqali ham xuddi shu promptni ishlatib, ya'ni rasm promptni ishlatib, video promptni ishlatib, uzunroq videolar ham tayyorlasanglar bo'ladi. Unisi o'zingizlarning xohishinglar. Demak do'stlar, o'zingiz ko'rdingiz, bunday videolarni yasash juda ham oson. Siz telefon orqali ham shorts videolar, ham uzun videolarni mana shunday tarzda yasashingiz mumkin va uni YouTube ga joylash orqali Amerikan YouTube'da juda yaxshi pul topsangiz bo'ladi. Lekin do'stlar, sizlarga Amerikan YouTube kanal kerak bo'ladi. Agarda videolaringiz YouTube'da zo'r prosmotr olishni xohlasangiz, kanalingiz tez rivojlanib, daromadga chiqishni xohlasangiz, u holda do'stlar, bizning Amerikan YouTube kanal ochib berish xizmatimizdan foydalanishingiz mumkin. Biz do'stlar kanal ochib berish xizmatida sizlarga yo'nalish tanlab beramiz,
kanal uchun nom topamiz, kanal ochib sozlab beramiz, dizayn qismlarini tayyorlaymiz va do'stlar sizlarga tayyor kanalni topshiramiz. Undan tashqari Amerikan YouTube'da do'stlar qanday qilib videolar tayyorlashni, uni joylashni, xullas mana shu Amerikan kanali yuritishni va daromad qilishni ham sizlarga o'rgatamiz. Murojaat uchun Telegram manzilini ekranda ko'rib turibsizlar. Hozirroq murojaat qiling va atiga bir kunda o'zingizni Amerikan YouTube kanalingizga ega bo'ling.